Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana 2025-yil 21-oktyabr kuni Namangan viloyatining Kososoy tumanidamiz. Bu yoqda bizani 3-yildan beri sinab kelayotganimiz, o'zini juda ham chiroyli ko'rsatib kelayotgan OSK 602 makkajo'xorimiz ekilgan. Makkajo'xorimiz ekilgan kuni 18-iyuldan где-то 20-iyulgacha bo'lgan vaqtda ichida ekilgan. En ob-havo issiq, en stressli holat keladigan paytda ekilgan va inshaalloh hamma stresslarga chidab turib, mana ko'ramiz 370-380 metrgacha bo'ylari bor. Makkajo'xorimiz inshaalloh 80 tonnadan oshiq, почти 90 tonnaga yaqin massa beryapti. Har bitta joyda bir kamchilikni kuzatganimizdek, bu yerda ham bir kamchilikni aytib o'tamiz. Bu yerda kamchiligimiz 1 gektar hisobiga 120 mingtaga yaqin ko'chat sarfi bo'lyapti. Mana ko'chatni o'zini qarasangiz, juda ham orasi yaqin ekilib ketgan joylari bor. Juda ham yaqin ekilib ketgan. Endi eng silisda ham iloji bo'lsa 16 santimetrdan kam bo'lish kerak emas. Chunki baribir oziqa oladigan ba'zi joy kerak har bitta makkajo'xoriga va keyingi masala bu makkajo'xoriga bir martagina oziqa berilgan ekan. Bir martagina oziqa berilgani uchun u ham bolalikda berilgan. Azotli oziqalarni hammamiz bilamiz. Misol karbamid 40 kungacha ishlasa, selitralar misol 20-25 kungacha ishlaydi. U vaqt mobaynida ichida makkajo'xorimizda sotalash paytiga yetib kelmagan. O'shaning uchun sotalarimiz sal mayda bo'lib qolgan. Lekin shunda ham ko'rsatkichlari juda ham go'zal, juda ham sifat va mana bo'ylarni ko'ryapmiz. Bo'y bir xil standart. Mana Jaguar почти tomidan bo'lib turibdi, Jaguar. Keyingi masalamiz bu makkajo'xorimizdan bize mo'ljallaganimiz, aytib o'tganimizdek, где-то 20-iyulga qadalayotgan bo'lsa, biz eng kech paytga mo'ljalladik bu navni ekishga va bundan tashqari OSK 596 navlarimiz ham bor. U navimizni ham shunaqa kechkiga mo'ljallab ektirganmiz. Negaki kechkilarda eng kech vaqtni tanlasak, o'sha молочно-восковой спелость deydi. Молочно-восковой спелостьga inshaalloh bu makkajo'xorimiz yetib keldi va bemalol bossa bo'ladi. Silosimiz inshaalloh juda ham sifatli bo'lib chiqadi. Va mana ko'ryapmiz, bu makkajo'xorini o'zini yaxshi tarafi aytib o'tib ketishimiz kerak, to'xtalib o'tib ketishimiz kerak. Mana bunda poya sal ingichkaroq bo'ladi va sota bilan juda ham moslashtirilgan. Eng oziqa kam berib, oziqalarni qarovini kam qilib qaraydigan bo'lgan taqdirimizda makkajo'xori 35-40% gacha yem tashkil qiladi. Bu degani don tashkil qiladi. Bu gibridlarni agarda oziqalarini o'z joyida beradigan bo'lsak, bu navimiz 60% gacha donli silis bizga chiqarib berishi mumkin. O'shaning uchun bu gibridimizni biz o'zimiz tanladik hozir. Inshaalloh bundan keyin bug'doydan keyingi holatga 602 va 596 navlarimiz savdoga keladi. Mana bu joylarni ko'rsak, вообще maşallah juda ham baland, juda ham yirik. Uzilib ketgan joyidan qarasak, mana makkajo'xorimizning bo'yi. Bo'yini qandoqligini ko'rsak bo'ladi va mana barglarni ko'rsak, silislar baribir sal bukilgan bo'ladi. Donga o'xshab tikka barg bo'lmaydi. Silislarda ozgina bukilgan bo'lishi kerak va bo'y mana inshaalloh maniki 180 bo'ladigan bo'lsa, почти mana ikkidan bo'lyapti shekilli. Bu ildizdan ancha teparoqda ham uzilgan. Agar pastroq oladigan bo'lsak, sota mana bo'yimdan bo'lyapti. Shunchalik baland kelgan makkajo'xorlarimiz va egiluvchanligi mana yana keyingi aytib o'tadigan narsamiz juda muhim narsalardan biri. Mana kosonni ham hammamiz biladigandek, baba botlarda ham shamoli zo'r bo'ladi. Nam, yer shundoq nam bo'lib yotibdi. Ildiz sistema bu makkajo'xorida juda ham zo'r rivojlangan, juda ham zo'r tushganki, makkajo'xori shu bo'yda ham inshaalloh adarilmaydi va ko'ryapmiz. Makkajo'xori hosili beldan emas, mana tepadan uryapti. Почти 170-180 balandlikda uryapti. O'sha holatda ham makkajo'xori adarilmayapti. O'z holatini, o'z sifatini juda ham zo'r saqlayapti. Hurmatli dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz, bu yog'ini endi kombaynni o'zida ham kichkinagina syomka qilib sizlarga olib beramiz. Mana hurmatli dehqonlarimiz, inshaalloh kombayndagi holatni ham ko'rdik. Bukvalni mana ahamiyat berib o'tamiz. Kombayn где-то yurayotgan bo'lsa bir
60-65 metr yuryapti. Bitta zil toshyapti, bitta zil to'lyapti. Qanaqa massa chiqayotganini, qanchalik darajada shnekdan tushayotganini o'zingizlar ko'rib, o'zingizlar baho berdinglar. Birpasda bitta zil to'lib qo'yapti. Massa juda ham zo'r. To'xtalib o'tadigan gapimiz, ko'chat sarfini eng ko'pi 100 mingta, 100 mingtadan oshirmashga harakat qilinglar. Inshaalloh 100 mingta ko'chat sarfi bizga yetadi. 100 mingta ko'chatimiz sredniy eng kamida mana shu bittasini где-то 1 kilodan uradigan bo'lsa 100 tonna bo'ladi. Bundan oshuv ko'chat kerak emas. Ko'chat sig'imini ko'p tiqib, yerni ham qiynab, unga oziqa yetkazib bera olmagandan ko'chat sarfini 100 mingta qilinglar, oziqa bazani zo'r qilib beringlar. Inshaalloh makkajo'xorilarimiz bundan-da sifatli chiqsin, bundan-da go'zal chiqsin. Mana hozir biz Namangan viloyatida Kosonsoy tumanlari va boshqa viloyatlarimizda bizning gibridlarimiz juda ham qattiq tanilyapti, juda ham qattiq sales bo'yicha ishlash boshlagan bizning kompaniya. Bu degani mana TK6063 bundan 3 yil oldin Turkiyada eng yuqori, eng birinchi o'rinni olgan salessi oziqa birlik bo'yicha va undan keyingi chiqqan seleksiyalar mana bu 602, misol 596 larimiz yana ham oziqa birligi zo'r. Molga go'sht yo'nalishida beradigan bo'lsanglar, go'sht yo'nalishi juda ham zo'r o'zgaradi. Sut yo'nalishida beradigan bo'lsanglar, sutda jирnisini ham ko'tarib beradi. Kamida misol katta fermalarda 4-4,5 ga chiqishiga bizning makkajo'xorimiz ham sababchi bo'ladi. Ahamiyat berib o'tinglar har bitta gibrid olayotganinglarda, gibrid ekayotganinglarda har bittasida pachatka bo'lishi shart. Pachatkasiz bo'lsa, bu bir pulga qimmat sils bo'ladi. Bu faqat molni ichini surishiga va hazm qilishga tezlashga olib keladi-yu, lekin molga na go'sht yo'nalishida, na sut yo'nalishida hech qanaqa foyda bermaydi. O'shaning uchun so'talagan gibridlarni tanlashga harakat qilinglar. Bu bo'yicha juda ham ko'p ma'lumotlar berib o'tyapmiz. Bu dehqon akamizga ham ancha ma'lumot beruvdik, lekin shu oziqada ozgina imkoniyatim bo'lmadi, oziqani yetkaza olmadim dedilar. Shunda ham mana makkajo'xorini ko'ryapmiz. 4 metrga yaqin bo'yi. Mana turadigan bo'lsam makkajo'xoriga mana. Men qatta turibman, mana makkajo'xori qatta turibdi va sifati juda ham zo'r. Keyin hurmatli dehqonlarimiz, kuzatuvchilarimiz bizani shu Greenland kompaniyamizda, Genetic Seeds kompaniyamizda kuzatib tursanglar, inshaalloh bu yog'iga yangi seleksiyalarni ustida ishlab, o'sha seleksiyalarni O'zbekistonga olib kiramiz va sizlar bilan bo'lishib, inshaalloh dalillarda syomka qilib, sifatini ham birgalikda baho beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Greenland sizlar bilan birga. Sizlarga rahmat. Boringlarga shukr.